Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, yaxshimisizlarmi, tinchmisizlarmi? Barchalarga boshlagan kuninglar xayrli bo'lsin. Boshqa mamlakatlarda, safarlarda mehnat qilib, dam olib, nima niyatda bo'lsa ham chet elda yurgan aka-ukalarimiz sizlarga barchalarga assalomu alaykum. Bugun mana 9 avgust 2026-yil Andijon avtomobil bozorida yuribmiz. Narx-navolar tushgandan keyin aziz vatandoshlar hozir $1000 narxlar tashlagani uchun davlat narxi Cobalt, Damaslar bozorda olarmonlar ham ikkilanib qoldi. Olsammi, olmasammi deb bir-biriga maslahat qilib, yana haftaga olsammi ekan, yana bir pas surib tursammi ekan deb odamlar ikkilanib qoldi. Ashni evaziga savdolar sal damlanib qoldi. Dadil bir baraka degan narsalar hozir juda ham kam holatda uchrayapti. Endi kimgadir pul zarur bo'lib turib, misol uchun mana hozir sizlarga aytadigan bo'lsam, o'tgan hafta 2024-yil 50 mingni pastda yurgan Cobaltlarni 11 mingdan yengil o'tib beramiz deb 10700, eng pasti 10800, 10900 sotishyapti aziz vatandoshlar. Bugun mana shu Cobaltlarni 10,5 ming ozgina kam bor deyishyapti. 10,5 ming kam bor deyishyapti. Kecha o'zim 2024-yilda ishlab chiqargan 35 ming yurganini 10,300 ga sotdim kecha. Mana bugungi holatimizda oldim kecha 2 kun bo'lyapti. Nesi 3? 2020-yilda ishlab chiqarilgan aziz vatandoshlar, 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Kilometri 137 ming kilometr yurgan. Kraskasi bir dona nari kerilosda bor. Qolgan hamma joyi toza, motori, korobka, hadaoylari juda ham go'zal holatda ekan, yurish-turishlari. Mana generalni ham chiqaradi, nomiga ham o'tadi aziz vatandoshlar. 500 so'm, 1000 so'm, $1,5 puli yetmay qolsa ham 1 oy yarim oyga ham berilaveradi. Narxi aziz vatandoshlar $6800 ga beramiz. Agar kimgadir qiziq bo'lsa 90 217 3077 93lik 577 76 79 ga telefon qilaverasizlar. Kimdir o'sha Cobalt, Tracker, Damas olmoqchi bo'lgan akalarimiz, ukalarimiz bo'lsa, sizlar ham meni o'zimning fikrim, sizlar ham ozgina muddat shu 5 kun 6 kun keyingi bozorgacha misol uchun kutsanglar, narx-navolar ham xudo xolasa joy-joyiga tushib qoladi. Arzonlaydigan arzonlab, qimmat payti olganlar sotib, nasiya savdo qilib, boshqa qilib sotib, kamayib qoladi. Hamma tushgan holatga, narx tushgan holatga ko'nikib qoladi. Endi meni fikrim bu, endi o'zingizlar bilasizlar, kimgadir zarur bo'lsa, hozir ham $400-500 arzon berilyapti. O'tgan bozordan ko'ra $400-500 arzon berilyapti. Endi xudo xolasa keyingi haftaga yana ham balkim tushar. Yaxshi niyatda olmoqchi bo'lib turganlar, yaxshi niyatda kutib tursanglar bo'ladi demoqchiman. Endi o'zingizlar bilasizlar, yana pul sizlarniki. Mana bozorda holat shu. Odamlar ham issiqda yuraymi, yurmaymi bo'lib, hamma mana salqin daraxt bo'lsa, salqin joy bo'lsa, hamma ashitlarga borib o'tirib olyapti, dam olib ko'ryapti. Lekin hammaning niyati bir, narx yana ham tushadi menimcha deb o'tiribdi. Ko'pchilik bilan suhbatlashdim, hammada shu fikr. Yana tushamikin degan fikr bo'lyapti. Xudo xolsa yaxshi niyat, keyingi haftadan astodil bo'lsanglar bo'laveradi menimcha olgani. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Agar kimga qanaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Mashina olib borib qo'yish, olib qo'yish, dokument qilib qo'yish. Ko'ravering, hojiya. Ko'ravering. Nima xizmatlar kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar akalar. Xizmatinglarni qilsak, xudo xolasa faqat xursand bo'lamiz. Xolis Alloh roziligi uchun faqat sizlarning foydalarga xizmat qilamiz, xudo xolasa. Telefon qilaverasizlar. Bering aka, menga shu narxga degan odam juda kamda bugun. Hammaning niyati, fikri bir xil. Yana bir hafta turib tursammi degan fikrda. Rahmat, boringlarga shukr, sog' bo'lasizlar. Like bosib, podpiska bosib qo'yasizlar. Ko'paysak, xudo xolasa sizlar uchun xizmat qilishdan charchamaymiz inshaalloh. Boringlarga shukr.